Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, kanalimiz kuzatuvchilari. Aynan siz azizjon o'z kanalda sizlar umrlaringiz uzoq bo'lsin, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bugungi video mana shu videoni oxirigacha ko'rib, diqqat bilan eshitib, keyin fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozasizlar degan umiddaman. Video boshlanishidan oldin videoga bir dona like tugmachasini bosing, kanalimiz rivojlanishi uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Onaxonimiz ancha vaqtdan beri yo'q edi. Men jonli efirlarda har doim aytib kelganimdek, onaxon qamashiga ishlagani ketgan. Qachonki o'zlari kelsa, biz uy qurilishini davom ettiramiz deb juda ham ko'p efirlarimda aytib kelardim. Bugun mana onaxon keldilar. Biz hozir sanatoriyaga yaqin bo'lgan joyda turibmiz. Qayerda sizlar deb so'rayotganlar uchun hozir podborniy qilib bo'lgan narsalar, bo'lgan ishlar va hisobot xalqimizga mana shu onaxonga qilgan ehsonlaringizdan aka opa singillar rozi bo'linglar. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Nimaiki niyatda shu onaxonimizga yordam bergan bo'lsangiz, baridan rozi bo'lasizlar degan umiddamiz. Onaxonimiz sizda butun obunachilarimiz ko'rib turibdi. Bemalol salomlashib, o'zingizda mana shu bo'lgan voqealarni aytib bersangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum akalarim, o'g'illarim, qizlarim, singillarim. Qanday yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Sizlarning yaxshimi? Mana men akalarim, o'g'illarim Qamas rayoniga ishga borgan edim. Hamsa shu yerda ishlab turardim. Ozmas bo'lsa ham oylik berib turgani uchun, kunimning o'tib turishi uchun bordim. Akalarim, o'g'illarim, onaxon qayoqqa ketdi demangizlar. Mening sog'ligim bo'lmagani uchun juda kuchli sog'ligim bo'lmagani uchun ishimdan qaytdim akalarim, o'g'illarim, qizlarim. Mana hozir bizlar sanatoriyaga atrofida turibmiz gaplashgani. Ha, aka opa singillar onaxonimizni bir ikkita gaplariga tushungan yoki tushunmagan insonlar bo'lsa, men tushuntirib o'taman. Onaxonimizda bir necha yildan beri boshidagi og'riq kuchayib ketyapti. Shunday ham. Doktorlar buni o'simta miyada bo'ladigan narsaga o'xshatishyapti. Ya'ni shunday narsa bo'lishi mumkin deb hali to'liq analiz qo'ygani yo'q, lekin shunday bo'lishi mumkin deyishyapti. Onaxonga 10 million so'mlik dori-darmonlik qilib yozdirib olib, biz onaxonni 15 kun yoki 1 oy davomida davolatishga qo'yamiz. Onaxonni o'zini tiklab olishi uchun. Bu narsa o'sha turmush o'rtog'iz bilan o'sha 20 yil davomida 20 yil oldin bo'lib o'tgan voqealardan keyin boshlangan. Qachon boshlangan bu bosh og'riqlaringiz? Bu boshimning oldin xo'jayinim Rossiyaga, Moskvaga chiqmasdan oldin kallalarim sevir edi, sog'lom edi. Ozmas urib turardi. Kallamga ham ta'siri bo'ldi, uning ham ta'siri bo'ldi. Xo'jayinim O'zbekistonga qaytib bermagani uchun xo'jayinim bolalarimga kelmadi. Nima bo'ldi, nima qo'ydi deb ko'p o'ylab, ko'p yig'ladim. Ana shundan tavba oldim. Azizjon. Tushunarsiz? Ha, tushunarsan, shundan tavba oldim. Xo'jayinim bor paytlarda kallam sog'lom, suydi edi. Bolalarimni o'ylab men shunday holatga kelib qoldim-da. To'g'ri, onaxonimiz ikkita farzandini olamdan o'tgan, qabrga qo'ygan inson. Bu insonga biz faqat Alloh yo'lida yordam beramiz. Bundan keyingi qiladigan ishlarimiz ham faqat Alloh yo'lida. Biz bir sababchimiz aka opa singillar. Men Azizbek Vlogis va Azizjon o'z kanalini rasmiy admini egasi men bo'laman. Men shu 4 yil, 5 yil davomida blogerlik sohasida ishlab kelaman. To'g'ri, ko'plar bizga negativ fikrlar yozadi. Bizni qilayotgan ishimizda hatto o'zlari qila olmaydi ham. Birovga ikkita non ko'tarib olib bora olmaydi, birovni holidan xabar ola olmaydi ham. O'zini qishlog'ida, o'zini shahrida, o'zini viloyatida qanchadan qancha nogiron qiynalgan oilalar bor, lekin ularga yordam bermaydi. Hatto bu narsani qilmaydi ham. Chunki nima qilaman deydi birovga yordam berib, o'zim ro'zg'orim bor, boshqa narsa qilishim kerak, falon qilishim kerak yoki uni qilishim kerak deydi. Lekin siz aka opa singillarim ba'zilarga tegishli gap diqqat bilan eshitishingizni so'raymiz. Bizni mana shu qilayotgan ishimizni ko'ra olmayotganlar. Onani uyi nima bo'ldi? Yoki hisobot nima uchun xalqqa berilmayapti? Nima uchun bizni ko'rayotgan obunachilarimiz bizga ishonmaydigan odam nima uchun agar ishonmasa ehson qiladi? Bizga ishonadiki, ehson qilishadi.
Ya'ni mana shu bir sababchi insonmiz. Onaxondan tashqari ham qanchadan qancha oilalarga yordam berib kelyapmiz. Komandamiz bilan birgalikda. Samik ve Instagram'da, YouTube'da Samandar ukamiz, Alloh rozi bo'lsin. 5 yildan beri, 4,5 yildan beri biz bilan birgalikda mana shu xalqqa xizmat qilib kelyapti shu bola. Nechta video desak, hammasini olib beryapti. Qayerga borishdan qat'iy nazar 1 so'm pul olmaydi o'sha bola. Lekin mana shu bolani ham qilayotgan harakati ham bir savob ajrga teng narsa. Chunki mana shu qilinayotgan har bitta ishda sizlar o'ylaysizlar, bular pulni oladi, kissasiga soladi, chiroyli kiyinib yuradi yoki mashina binadi, boshqa narsa qiladi deb o'ylashi mumkin. Lekin aka opa singillar, bitta savol beraman sizlarga. Biz odam emasmi? Siz negativlar yoki boshqa inson, siz odamu, sizda yashashga haqqingiz bor, bizda yaxshi yashashga haqqimiz yo'qmi? Biz bloger bo'ldik degani, bu degani umuman kiyim kiymay, yirtiq kiyimda ana shu holatda o'zini bechora qilib olib ko'rsatib yurish kerak deganimi? Yoki bizga yashashga haqqimiz yo'qmi? Bitta blogerlikdan tashqari boshqa joydan ham topadigan mablag'imiz o'zimizga yetib ortadi. Mana shu ukamizni bekorga gapirmadim, chunki u 4,5 yildan beri videolarni olib chiqaradi. O'sha rahmatli Xurshid akam bor vaqtlarida ham Xurshid akam bilan nechta bitta loyihani bitirdik. Alloh rahmat qilsin, Xurshid akam ko'pchilik eslaydi. 3-4 ta loyihani birgalikda bitirdik. Lekin o'shanda ham biron marta chaqirib, kelinglar, Alloh yo'lda qilyapmiz, video qilaylik deb kelgan vaqtda bironta 1 so'm pul so'ramagan bolalarda. Alloh rozi bo'lsin. Mayli bugun siz bizni ko'rib turib noto'g'ri fikrga borishingiz mumkin. Mayli biz bu darajada o'smasligimiz mumkin. Ertaga kanalimiz bangillab, million obunachiga yetmasligimiz mumkin. Lekin baribir biz o'sha yilda qilgan ishlarimizni o'zimizni xalqimiz bilsa bo'ldi. Bizning shaharchada qiynalgan oila yo'q. Chunki biz o'zimizni shaharchadagi bor qiynalgan oilalarda hammasiga yordam berib chiqqanmiz. O'zimizni tumanimizda qiynalgan nechta oila bo'lsa, hammasiga yordam berib kelyapmiz. Asab qilib gapiryapsiz deyishingiz mumkin. Yo'q aka opa singillar, men asab qilib gapirmayman. Men bir Allohning uyini ko'rib kelgan oddiy oilani oddiy farzandimman. Asab qilib gapirmayman sizlarga. Lekin men bor narsani haqiqatda yuzingizga aytaman. Orqangizdan gapirmayman. Yoki kimnidir orqasidan g'iybat qilib gapirmayman. To'g'ri bor narsani bordek deb aytaman. Onaxonimizga biz bir sababchi inson edik. Onaxon biz bo'lmasak ham shu turishga yurgan bo'laverardi. Hech qanaqa uyi, hech qanaqa joyi bo'lmagan bo'lardi. Agar biz olib chiqmasak, biz bir sababchi insonmiz. Rahmat. Bolajon akamizni oldiga bordik Samarqandga. U yerda jonli efir qildik. Tushgan mablag'larni bo'lib berdik. O'sha ustalarga berdik. Eshik derazalari olingan turibdi. Ustiga shifri bor, bolori bor. Hamma narsa, materiallar tog'a. Olib qo'yganmiz hamma narsani, taxlab qo'yganmiz aka opa singillar. Onaxonni uyi endi nimaga to'xtab qolganini mana onaxonni o'zlari aytsinlar. Onaxon mana shu obunachilarimiz oldida turibmiz. Men sizda biron marta so'kkanmanmi? Yo'q, akalarim u fikrga bormangizlar, o'g'illarim. Biron marta sizda aldadimmi? Gapirib, xo'pa qilgan yo'q. Rahmat Azizjonga, sizlarga ham rahmat akajonlarim, o'g'illarim. Hech qachon meni xo'pa qilmaganman. Chunki men shu qamashiga Shuhrat akamning uyida yashab, shu yerda yurib, o'rganib qo'yganman. Turolmayman bu yerlarda. Chaqa borib kelsam, bir ko'nglim tinchidi. Sog'ligim bo'lmagani uchun yana qaytdim akalarim. To'g'ri tushuningizlar. Lekin o'sha postoyanni ketayotgan vaqtingizda o'sha qilib borasiz, to'g'rimi? Ha, qandaydir ketib qolasizmi? O'rganib qo'yganman. Endi hammasi tanish bo'lib qolgani uchun shu tanishlarimni ko'rib kelay. Aka xandamda, opamda hol-ahvol so'ray. To'yxonasi bor-a u kishini? Ha, to'yxonalari bor. O'sha yerda endi sizga oylik qancha beradi? Oyliga 1-2 million pul beradilar? Ha, Xudoga shukr, oyliga yaxshi bo'ladi. Shunga ham rahmat aytib keldim, yana ham. Sog'ligingiz bo'lmagani uchun keldingiz. Har yili o'zlari Shuhrat akam ham sog'ligimda bo'lmaganini tushunib, bilib qolgan. Sog'ligim bo'lmadi, ketaver deb javob berdi. Nima o'zlari davolatmaydi u kishilarni? Ha, o'zlarining ham endi bola chaqalari bor, ro'zg'ordan aytmaydi. Oyligimda berdi, necha kun turgan bo'lsam chungaklab keluvdim. Tak, aka opa singillar, biz onaxonimizga dushanba kuni, mana shu haftaning dushanba kuni onaxonimizga o'sha davolanishi uchun yoki 1 oy yoki 1 oy ichidagi vaqtda davolanishi uchun biz qo'limizdan kelgancha hamma narsani harakatidamiz. O'zi bugun
onaxonimiz bilan biz borib ham keldik. Ha, bugun bordik. Bu yoqqa bordik, bu yoqqa bordik. Mana shu davolanishlarini hal qilyapmiz. Ya'ni o'shanga Xudoga shukr, to'g'ri keldi. Xudojon mun keltirdi. 10 millionlik davolanishi uchun harakat qilamiz o'sha mablag' bilan. Mana shu onaxonimizda shu boshlarini tekshiradi, davolatadi, qarashadi. 1-2 so'm mablag'i ketadigan joylariga biz turibmiz komandamiz bilan. Biz onaxonni tashlab qo'ymaganmiz. Esingizda bo'lsa, bitta vodiyda bitta bloger bor, ismi esimdan chiqyapti. Bir onaxonni olib chiquvdi-da. Ancha yil oldin bir 5 yillar oldinda, 4 yillardan oldinroq. Hali ham o'sha onaxonni holidan xabar olib yuradi-da. Masalan, siz ham bizda loyihalarimiz ichida eng yoshi katta onaxonsizda. Bizda ham bir Alloh sizga bir sabab chiqib jo'natdi. Hozir mana shu uyingizni qurilishiga mana shu qilingan ehsonlarni hammasini boricha ishlatganmiz aka opa singillar. To'g'ri, bo'lgan joyi bo'ladi, masalan, unisiga, bunisiga borib kelishiga pul ishlatganmiz. Alloh rozi bo'lsin. Sizlar ham rozi bo'linglar qilgan ehsonlaringizdan. Onaxonimizda davolatamiz. Davolatmasak bo'lmaydi. Videoga ham chiqa olmaydilar. Issiq kun, juda ham issiq. Soat 11 dan to kechqurun 4-5 gacha videoga chiqa olmaydi. Quyoshga chiqmaydi. O'zingiz boshingizni chelakka solib o'tirganlaringizni ham gapirib bering. Ha, akalarim, to'g'ri. Oyoqlarim og'rigan, boshimning og'rigan chidolmay, laganga yaxtay suvni solib, ikki oyog'imni laganga solib yaxtay suvga solaman. Keyin rumalimni namlayman. Shunday suvga, yaxtay suvga boshimdan taylab o'tiraman. Mana shunday sharoitda, shunday vaziyatda keldim. Vaziyatim, sharoitim juda qiyin bo'lgani uchun mana shunday ahvolga kelib qoldi sog'ligim. Akalarim, singillarim, to'g'ri tushuningizlar. Azizjonga ham rahmat. Sizlarga ham rahmat. Juda xursandman yordam qildingiz. Azizjonga ham rahmat. Xizmat qilyapsiz. Men har doim yoningizda turaman. Siz umuman o'ylamang, boshqa odamlar o'ylashi mumkin yoki bizni ko'rib turgan aka opa singillarimiz 90% juda yaxshi insonda. Faqat 10% ichida shaytoni borlarda. Ha, mayli. Azbillahi shaytonir rajim. Yo'q, ichida shaytoni borlari ham borda onaxon. Siz bilan meni aytadi, Aziz deydi, sani deydi, nima chiqib qo'ygansanki deydi. Men qilgan ishda undan birini ham qila olmaydi-ku. Shunday, ha. To'g'rimi xolajon? Ey Alloh rozi bo'lsin. Biz nima bo'lishidan qat'iy nazar, nima qilishidan qat'iy nazar, masalan, onaxon davolansinlar, har doimo biz mana shu yerda har doim yonida turamiz. Onaxonda har vaqtdan bir vaqtda yordam kerak vaqtda ham yonida turganmiz, yo'q vaqtida ham albatta onaxon keladi, biz o'sha narsani qilamiz deganmiz. Bundan keyin ham bu narsalarni qilamiz. Faqat davolanaylik. Endi shunda shanba kuni hal bo'ladigan bo'ldi. Shanba kuni bo'lsa, o'shanba kuni olsak, dushanba kuni aniq bo'ladi qaysi viloyatda bo'lishi yoki mana shu yerda bo'ladi yo bo'lmasa boshqa viloyatda yoki boshqa shaharda bo'ladi davolanishi onaxonda. Xudo xolasa birgalikda hammasini qilamiz. Ha, hozircha noma'lum bo'lib turibdi. 1-2 kundan keyin albatta aniq bo'ladi. Borib joylashsak, keyin bilinadi anig'i. Hozir anig'i yo'q, akalarim, o'g'illarim. Borib kelib turibmiz, bu yoqqa, hozir bu yoqqa keldik. So'rab bilib turibmiz. Mana shu bo'ladigan narsani oxirigacha bitkazib qilib berish, ya'ni uylarini qurib berish. Onaxon, sizga hozir uyingizni qurib beraylikmi yoki davolanganingiz yaxshimi? Men birinchi Azizjon davolanganim yaxshi. Mayli, uyim bo'lmasa ham birinchi sog'ligimni tiklashim kerak. Juda qiynaldim. Bir o'limdan qoldim. Xudo xolasa tiklaymiz. Tiklanan sog'ligingiz. Endi shu paytgacha baribir yillar davomida noqib kelgansiz. Hamshirarim yaxshi, Xudoga shukr. Nishondan, rayondan borib olib kelishdi. Tabrika bilan ukaldi. Shunday urdi. Bugunlar kecha o'zimga keldim. Xudoga shukr, rahmat hamshirarimga ham. Yordam qilib turadi. Mayli, tushursin. Xo'p, aka opa singillar, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Qilgan ehsonlaringizga rozi bo'lingizlar. Hamma nima ehson qilgan bo'lsangiz, hammasi joy-joyiga borib turibdi. Onaxonimizga hozir 10 millionlik qilib shartnoma qilib, o'sha dori, ukol nimasiga ketsa, hammasiga o'sha mablag'larni tikamizdagini
onaxonimizni davolatamiz, uylari esa bo'laveradi. Shuhrat Shunday. akani o'zi ham uyda eplab tashlaydiganlar. Ha. O'zim qilib tashlayman, Azizbek onaxon bizda ishlaydi har doimgidek, har doim yonimizda bo'ladi deganlar uchun Shuhrat akani o'zi ham eplab tashlaydi. Ungacha siz davolanganingizcha biz boshqa qiynalgan oilalarga, kasallarga yordam berib turamiz obunachilarimiz bilan. Lekin biz har doim qayerga borishingizdan qat'iy nazar videolarimizda chiqarib turamiz. Aka, opa, singillar, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Bizni qo'llab-quvvatlab turing. Xudo xolasa hammasi nechtak bo'ladi. Hammalaringizga rahmat. Diqqat bilan eshitib, fikr-mulohazalaringizni kommentariyada yozib qo'yasizlar degan umiddaman. Biz esa yo'limizda davom etamiz. Ketdik aka, opa, singillar.